Skeptik ateist gapiraman dedimi, qani? Ha yo'q, esimda chiqib ketdi nima haqida edi bu boshida gapirayotganingizdan. Ateistlar tupoy bo'ladi deyotgandim. Ha, mumkin siz nuqtai nazaringizdan. Ya isbotlab beraman ilmiy asosda. Nima degani tupoy degani? Bir kelishaylik bir Tupoy degani o'tmas degani. Aqli o'tmaydi. Aqli yetmaydi. Allohning borligiga. Ehtimol narsani bo'lishi mumkin deb ketaveradi. Ilmiy asosi o'tmas aql. Tupoy bo'ladi ateist. Ateistni aqlli bo'lishi mumkin emas. Aqlli bo'lsa ateist bo'lishi mumkin emas. Ateist bo'lish uchun o'ta ketgan tupoy bo'lish kerak, o'tmas bo'lish kerak. To'qqillasa, o'tirgan stolni to'qqillatsa, nima deydi yondagiga? Sen kallangni ishlat deb to'qqillasa, toq qiladi-yu. Keyin qarab turib eshik taqillayapti shekilli eshikni ochadigan odamga ateist deyiladi. Tushundingizmi? Xudo bor, menimcha Xudo borligiga ishonmaydigan odamga ateist deyiladi. Tamom. U aqlli bo'lishi mumkin, aqlli bo'lmasligi mumkin. Yo, bu masalada aqlli emas-da. Ba'zi narsalar bor, isbot talab qilmaydi-da. Yuqorida keltirdim bar. Yumaloqning ichiga uchburchakni chizdingiz. Uchburchak yumaloqdan katta bo'lmaydi. Shuni katta bo'ladigan odam katta. Uchburchak yumaloqdan katta mana shu joyda degan odam tupoy bo'ladi. Unga bir narsani isbotlashning hojati yo'q. Erkak kishi tug'maydi. Erkak kishi tug'adi, ehtimol tug'ishi mumkin kelajakda desa, bu tupoy bo'ladi bu. Shunaqa narsalar borki, ular aksioma deyiladi. Mumkin emas. Allohning borligi, ya'ni isbot talab qilmaydi. Aqli bor odam shunday mulohaza qiladi-da, falsafada tasalsul degan narsa bor. Falsafa o'qiganmisiz o'zi? Xabarim bor. Tasalsulni o'qiganmisiz? Tasalsul. Yo'q, nima ekan? Tasalsul degani soddaroq varianti, tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuqmi degan gap. Mana shu tasalsul shu. Xo'sh. Javobi yo'q ya'ni. Bu botil narsa. Bittasi paydo bo'lgan bo'lish kerak, keyin davom etgan bo'lishi shart. Shu abadiy davom etib ketolmaydi. Dunyoda abadiylik degan tushunchani isbotlab bo'lmaydi. Modda asosida. Ateist bo'lish uchun abadiylikni tushuntirish kerak emas, bilish kerak emas. Faqat Xudo borligiga ishonmaslik kerak, tamom. Yo'q, inkorda o'sha ilm emas-ku. U o'lim emas. Men o'zim ishonmasligimni, bir nimaga ishonmasligimni aytishim mumkinmi? Men agar ishonaman desam, men dindor. Mumkin. Ishonmayman. Bu da'vo ham emas. Hech nimaga da'vo emas. Yo'q, ishonmayman. Men ishonmayman desam, qayeri da'vo? Ishonmaslik da'vosi. Ishonmaslik da'vo yangi turini chiqardingiz-ku. Da'vo emas. Xudo bor deyish da'vo. Xudo borligiga ishonaman degan ham da'vo emas. Da'vo u ham. Bor degan da'vo shu. Ishonmayman degan odam yo'q degan da'voni qo'llab-quvvatlayapti-da. Yo'q. Yani siz bunaqa primitiv, bunaqa saviyasiz pastga tushmang. Ateistning iymoni bor. Allohning yo'qligiga iymon keltirgan ateist. Tushunmadim, hay. Tushunmaysizda, tushunish uchun aytdim-ku, sal o'tkir bo'lish kerak, aqlli o'tkirlash kerak. Frans Kafkaning zo'r gapi bor. Eshitganmisiz? Siz ko'plarni gaplarini aytasiz, hammasini aytmaysiz. Frans Kafka aytadiki, siz bilan aql quroli bilan jang qilmoqchiman-u, sizda qurol yo'q-da degan. Qurollanib keling, qurollanib. Men da'vo qilsam, men realistda haqiqat qandayligini da'vo qilgan bo'laman. Masalan, menda ikkita oyoq bor desam, men borligini da'vo qilyapman. Lekin men bilmayman, sizda aql bormi yo'qmi, men bilmayman desam, bu da'vo emas. Ishonmayman. Da'voni kinoyasi deydi shuni. Masalan deylik,
Sizni Siz yana o'g'lingiz bor. Sizni o'g'lingiz bor. bor. O'g'lingiz bor. Shu o'g'lim meni o'g'lim ekaniga ishonmayman desangiz, demak siz bu o'g'lingiz zinodan tug'ilganini da'vo qilyapsiz. Sizni Lekin o'g'lingiz da'voni hamsoyangizdan bo'lishi mumkin. Sizni o'g'lingiz hamsoyadan bo'lishi mumkin. Men bilmayman siznikimi yo'qmi. o'shani da'vo qilyapsiz. Men aytamanki, bu o'g'lim aniq meni o'g'lim deyman. Men ham da'vo qilyapman. Men shu o'g'limni o'zimning o'g'lim ekaniga ishonaman deyapman. Va Ishonsangiz to'g'ri. ikkalamizni mana shu gap nimaga gapni bo'lasiz? Kechirasiz. Gapiring. Mana shu ikkalamizni mana shu gapimizdan keyin DNK tekshiruvi o'tkaziladi. Meni bolam o'zimni bolam bo'lib chiqadi. Meni ishonchim da'voyimni oqlagan bo'ladi. Sizni bolangiz agar sizni bolangiz bo'lmay chiqsa, sizni da'voyingiz to'g'ri bo'lib chiqadi. Ya'ni da'voga olib boruvchi jumlangiz ishonmayman Qaysi deganda da'vo? Ishonmayman deyish da'vo emas. Siz bo'ylab aytdingiz. Bo'ylab aytdingizki, aytganimdek ateistlar shunday ahvolda. Bo'ldi. Allohning borligini inkor qilish to'ppoylik. Chunki falsafada tasalsul botil degan tushuncha bor. Abadiylikni isbotlab bo'lmaydi. Abadiylik yo'q. Iymon keltiriladi abadiylikka. Dunyoni abadiy degan odam hozirgacha kela olmaydi. Tasalsul botiliga men sizga chiroyli bir misol keltiray. Siz birorta rasmiy ishxonada ishlaganmisiz? aytalik ishlaganman. Hop. Siz ta'tilga chiqmoqchisiz. Ariza yozasiz, boshlig'ingizga olib kirasiz, to'g'rimi? Shunday. Boshliq sizga ta'til berish uchun o'zini boshlig'iga ariza olib kirish kerak bo'ladi. Mumkin. U boshliq o'zini boshlig'iga olib kirish kerak bo'ladi. Siz ta'tilga chiqa olmaysiz hech qachon. Shuni tasalsul botil deydi. Bir joyda to'xtash kerak u. Men boshlig'imga, siz boshlig'ingizga, u boshlig'iga olib ketaversa, boshliq to'xtamasa, boshliq tugamasa, siz ta'tilga chiqa olmaysiz. Abadiylik botil o'shaning uchun yer yuzida. Abadiylik borligini isbot qila olmasa birov, demak Xudo bor degan xulosaga kelish kerakmi? Abadiylik yo'q. Men aytaman, men abadiylik borligini isbotlay olmayman. Men ishonishim mumkin, ishonmaslik mumkin, lekin aytaman, isbotlay olmayman. Demak Xudo bor degan xulosa chiqarish kerakmi shu yerdan? Albatta, yuqoridagi misolingiz bilan hozirgi misolingizni men solishtirib, qanaqa fikrlayotganingizni isbotlab beraman. Yuqorida men ishonmayman degan gapim da'vo emas, deyapsiz-ku. Abadiylikni isbotlolmasam Xudo bor degani kelib chiqadimi deyapsiz? Ha, kelib chiqadi deyapman men. Chunki men abadiylikni isbotlayman, Xudo yo'q deya olmaysiz. Nimaga desa, abadiylik yer yuzida, borliqda, bizni dunyoyimizda abadiylikni yo'q, isbotlab bo'lmadi deganda, demak yaratuvchi bor degan xulosaga boriladi. Aql kerak o'sha joyda. O'tmas aql u yog'iga ishlamaydi. Men nima deyapman? Ateist shunaqa bo'ladi. Siz bitta ikkomiz xulosaga kelaylik. Da'vo degan so'zga ifoda topaylik. Nima degani da'vo? Da'vo turli xil bo'ladi. Da'vo bir narsani meniki ekanligini da'vo qilish yoki meniki emasligini da'vo qilish. Bu to'g'ridan to'g'ri bo'ladi. Misol uchun deylik, mana meni qo'limdagi qurol meniki deyapman. Siz aytyapsizki, yo'q, bu sizniki emas, meniki deyapsiz. Endi men aytsamki, sizni qo'lingizdagi qurol menikiga o'xshayapti desam, bu da'voni kinoya yo'li bilan qilayotgan hisoblanaman. Siz aytasizki, isbotingiz bormi deysiz. Men isbot keltirsam, da'voyimga isbot keltirayotgan bo'laman. Jumla o'zgarsa, maqsad o'zgarib qolmaydi. Agar siz qurol topib olsangiz, bu falonchaniki bo'lsa kerak desangiz, men ishonmayman desam, men da'vo qilyapmanmi? Ha, uniki emas deyapsiz-da. Uniki emas deganim yo'q, men ishonmayman deyapman. Mumkin uniki. Nimaga ishonmayapsiz? Chunki u mumkin, men bilaman u odamni, uni quroli yo'q edi, quroli bo'lsa menga aytardi. Ha, shu da'vo deyiladi. Da'vo emas-da bu. Mumkin siz aytasiz da'vo deb. Bu da'vo Nima emas. Bu nima?
men ishonmasligim, ishonch uchun da'vo kerak emas. Nima shu? Da'vo kerak shu. Da'vo nima degan o'zbekchasiga? Da'vo arabcha so'z, bilasizlar? Marhamat, ifoda bering shunga. Siz misol keltirmang, ifoda bering, определение bering. Da'vo nima degani bilasizmi o'zbekchasiga? Shunga kelishaylik deyapman. Qani ikkovimiz bir narsa haqida gapiryapmizmi yo har xil narsa haqida gapiryapmizmi? Da'vo degani определение Da'vo bering, da'vo arabcha degani. so'z. O'zbekchasini bilasizmi? Aytaylik, bilmayman. Siz ayting menga. Aytaylik emas, bilmaysiz. Okey, bilmayman. Siz ayting menga. Aniq bilmaysiz. Aniq bilmayman. Endi siz ayting menga, men bilay keyin, men ham bilay. Umringizda da'voni nimaligini bilmagansiz. Xo'sh. Endi siz aytasiz, men bilaman. Aytingchi. Yo'q, bilmagansiz, bilmagan narsangizni nima dedi siz bu da'vo emas deyapsiz demak. Mana shu ateistligingizga dalil shu. Qarang, da'voni bilmaysiz nimaligini. Mana hozir isbot shu. Biz musulmonlar to'poy emasligimizni sizga isbotlash uchun o'ta sizni tilingizda gaplashyapman. Da'voni nimaligini so'rayapman. 10 martalab so'raymanmi, 100 martalab boring Google'ga borib qidirib topib kelasizmi? Da'vo arabcha so'z. O'zbekchasini bilmaysiz. Lekin bu da'vo emas deb xulosa beryapsiz. Ana shu sizni ateist ekanligingizni ta'minlaydigan Endi o'tmaslik. Da'vo mayli, arabcha endi so'z. arabcha O'zbekchasi. so'zni men ham arabchani men ham bilmayman. O'zbekchasi. Ruschani O'zbekchasi. ikkovimiz ham bilamiz. Ruschani Nima ikkovimiz ham aloqasi bilamiz. bor? Ruschani nima aloqasi bor? Da'vo degani утверждение degani. Xo'sh? Yo'q, Утверждение утверждение shundaymi? dalil degani. Qiziq ekansiz. Siz ruschani bilmas ekansiz. Ha, ruschani bilmayman, to'g'ri. Da'vo, утверждение o'zbekchasiga nima bo'ladi? Tasdiqlash. Tasdiqlash. U Unda isbot bo'ladi. U подтверждение bo'ladi. Утверждение nima bo'ladi? Утверждение nima bo'ladi? Ruschani biladiganlar aytinglar-chi o'zbekchasini? Skeptiklar ayta qo'ying. Da'vo o'zbekcha emas, arabcha so'z. O'zbekchada ham bor-ku so'z. O'zbekcha emasda, arab tilidan kirganda. Marhamat, kirgan keyin o'zbekcha bo'lganda. O'zbekcha bo'lmaydi, arabchada qoladi. A deb yozib qo'yadi lug'atda. Bu marhamat yozib qo'ysin. aka shubha qilaman deyaptilar menimcha. Ishonmayman degan odam aniq bilmaydi-yu, lekin shubha qilyapti deyaptilar menimcha. Xo'p, men da'voni aytay sizga. Da'vo chaqiriq degani. Da'va degani chaqiriq, duo. Arab tilida duo deydi. Duo, da'vo shulardan. Da'vat, amri ma'ruf, nahiy munkar, da'vat qildi. Chaqirdi, chaqiriq degani. Chaqiriq. Chaqiriq degani. Nimaga chaqiriq bu yerda o'sha siz aytayotgan утверждение deyilyapti desa, men falon narsa palonchiniki ekanligiga ishonmayman deganda chaqiriq qilyapti odamlarga. Agar shuniki bo'lsa, voy, ahvolni qarang. Shuning uchun ateistsizda skeptik. Battar bo'ling degan iloji yo'q. Da'vo bir xil bitta lug'at ikkalasi ham. Okey. Jumlani oxirini eshitmadingiz. Da'vogar degan joyini eshitmadingiz. Da'vogar degan so'z bormi o'zbek tilida? Da'vogar degan so'z bormi? Ha, da'vogar bor, da'vo arab tilidan olingan. Chaqiriq degani. Okey. Chaqiriq oxirigacha eshitasizmi? Chaqiriq nimaga chaqiriq qatga boradi degani. Masalan deylik, siz mana bu narsa seniki emas deganim da'vo bu. To'g'rimi? To'g'rimi? Seniki emas deganim da'vomi? Marhamat, ha, shunday deb aytish mumkin. Nimaga da'vo deyilyapti desa, chaqiriq qilyapman men. Agar seniki bo'lsa, isbotla demoqchiman. Ana shuni da'vo deyapsiz. Suvni loyihalayapsiz faqat. Baliq tutmoqchiman-da. Mayli. Endi sizlar loyiqa suvda yashaysizlar-yu, sizlarni shunaqa tutamiz, boshqa iloji yo'q. Xo'p, ko'rdik, mana saviya ahvolni ko'ryapsizlar. O'zi aytgan gapimizni isbotiga shunaqa odamlarni Alloh taolo yaratib bizga misol keltirgan. Xo'p. Yana kimda nima savol bor? Xo'p, xulosa, skeptik bilan gaplashgan gapimizning xulosasi shu.
ateistlar to'poy bo'ladi. Aqli ozgina ishlagan odam ateist bo'lishi mumkin emas. Bu degani arifmetikani bilmaydi degani emas. Arifmetikani hisoblash mumkin. U ongni, ya'ni qismlari bor. Nimaga javob beradi ong? Muskullarga javob beradigan ong bor, ko'z nuriga javob beradigan ong bor. Ongni turli xil qismlari bor. Iymon masalasiga, mantiq, falsafa masalasiga kelganda ateist to'poy bo'ladi. Shuni isbotini skeptik janoblarida ko'rdik. Xo'p, do'stlar, bizda ancha kech bo'lib qoldi. Bu zapisni tashlab qo'ysanglar, biz YouTube'ga chiqaramiz inshaalloh. Barchalarga tashakkur. Qolganlar bemalol suhbatlashib o'tirsanglar bo'ladi. Mo'minlarga assalomu alaykum va rahmatulloh. Ateistlarga battar bo'linglar. Salomat bo'linglar.